Ho'p, ismim Yunus. Dasturchi edim. Hozir dasturchi emasman va bugun sizlarga bu mavzuda avval o'zbekcha birorta YouTube blog yoki speech ko'rmaganman va taxminan 3 yildan beri shu ish bilan shug'ullanyapman va o'rgangan hamma narsalarimni sizga o'rgatishga harakat qilaman. Agar qanaqadir xatolar bo'lsa, bu oxirgi keyinligi menimcha birinchi marta sahnaga chiqishim, kechirasiz. Hop. Boshladik. Men kimman? Oxirgi marta sahnaga chiqqan paytimda men bemalol o'zimni full stack dasturchi deb tanishtirar edim. Chunki kompaniyalar uchun full stack dasturchi bo'lib ishlar edim. Ammo hozir birinchisi rasmiy ishsizman. Hop. Va agar siz tashqaridan ko'radigan bo'lsangiz, haqiqatan men rasmiy ishsizman. Agar men soliq ma'lumotlarimni tekshiradigan bo'lsangiz, haqiqatan rasmiy ishsizman. Hop. Tushlikdan keyin uyg'onadigan yoki buni boshqa so'z bilan aytganda xohlagan vaqtda uxlaydigan va Twitterda gap sotib o'tiradigan odamman. Ammo boshqa tomonidan mustaqil freelancer, ya'ni oxirgi oylarda faqatgina o'zim uchun, o'zimni dasturlarim uchun ishlayapman va asosiy fokusim mikrososlar va mobile applar yasashda. Hop. Bundan dasturchi bo'lib ishlar edim va bundan 3 yil avval Saudiyada Riyod shahrida ishlab yurgan vaqtimda ajoyib bir voqea bo'ldi. NASA'ning saytini tekshirib o'tirgan edim va u yerda NASA bitta post joyladi. NASA oyni birinchi marta eng yaqin suratlarini o'zini saytiga joyladi. Menga qiziq bo'lib qoldi, ya'ni men tug'ilgan kunimda oy qanaqa bo'lgan? Va men bitta sodda app yasab ko'raman dedim. U paytda mobile applarda uncha yaxshi emas edim. Va shunchaki bitta app yasab qo'ydim App Store'ga. Hozir bu app ishlamaydi. Va bir dona rasmni generatsiya qilishni narxini 1.99 qilib qo'ydim dollar. Va men hech qachon ishonmadim buni kimdir sotib olishiga. Chunki men u vaqtgacha biror marta biznes qilib ko'rmagan edim. Faqatgina kompaniyalar uchun dasturchi bo'lib ishlagan edim. Bir kuni ishdan qaytib kelsam, qarasam kimdir sotib oldi dasturimni. Va shunda tushunib yetdim, hech qanaqa marketingsiz ham, hech qanaqa katta kompaniyalarsiz ham kichkina dasturlar yasab ham sotsa bo'lar ekan. Va kim Twitter ishlatadi? Qo'lni ko'tarsin, X hozirgi nomi. Yaxshi. Kim koding bilan shug'ullanadi? Menimcha bu koding maktabi, to'g'rimi? Kim hech bo'lmasa bitta HTML sayt yozib ko'rgan o'zi uchun? Hop, bu yaxshi. Ajoyib. Hop. Bu dasturni yozib turgan paytimda menda yetarlicha hech qanaqa ma'lumot yo'q edi. Bu qanaqa ishlaydi, qanday qilib bundan pul topsa bo'ladi. Hop. Sizlarga bitta zo'r motivatsiya beraman. Bu yerda menimcha hamma maktab yoshidagi o'quvchilar, to'g'rimi? Hamma maktab yoshidagi o'quvchilar. Va bu yerda meni speech qilishimni men sizlardan ancha kechroq bildim, ya'ni 1,5 soat avval. O'shanga qildim. Va shu payt bitta post o'qib turgan edim. Mana bu yerda bitta bola yozyapti. MRR so'zi har oy qaytariluvchi daromad degan. Ya'ni sizni dasturingizga bitta odam $10 to'lab a'zo bo'lsa va oyiga $10 yetsa, shu sizda 10 MRR degan. $10 MRRingiz bor dasturingiz. Va bu yerda yozyapti. Men dasturimni qisqa vaqt ichida 2K ga ko'tardim va 100K ga ko'tarmoqchiman. Va bu uchun o'zimga co-founder qidiryapman degan. Co-founder degani boshini birga qo'yib ishlaydigan odam. Va savol, bu bola necha yoshda deb o'ylaysizlar? 2K MRR ga chiqqan bola qisqa vaqt ichida. 15. Ko'pchilik Twitter kerak-da. Hop, bu bola 14 yosh. Va bu bola o'zini faoliyatini boshlagandan beri, applar qurishni boshlagandan beri bu bolani faoliyatini kuzatib kelyapman. Va eng qizig'i bu bola hech qanaqa coding skilllarsiz boshladi. Hozir nima bor? Hamma nima ishlatyapti? AI ishlatyapti. Agar siz to'g'ri narsani so'rashni bilsangiz, siz bu yog'iga kod yozishni bilishingiz ham kerak emas. Shunchaki qanday qilib odamlarga yoqadigan narsalarni yasash va sotishni o'rganishingiz kerak. Va ko'rib turganingizdek 14 yoshli bola 2 oy ichida o'zi AI orqali yozgan dasturini 2K ga olib chiqqan. Xo'p.
Kim hamma kodingni bilar ekan, lekin ko'pchilikda koding bo'yicha experience yo'q, to'g'rimi? Tajriba yo'q, to'g'rimi? O'zingiz dastur yozib ko'rmagansiz, o'zingiz productionga chiqarib ko'rmagansiz. Bu narsa men dasturlashni 11 yoshimda boshlaganman. Bu bundan 12 yil avval edi va u vaqtda o'zbek tilida kontent ham yo'q edi. Internet 3G bu baxt edi va biz doimiy ko'radigan internet bu ya'ni 2G edi. Hozir bo'lsa siz shunchaki kursorni yoki cloud kodni download qilib olasiz, yuklab olasiz kompyuteringizga. Hammada kompyuter bormi? Hammada kompyuter bor. Yuklab olasiz va $20 to'laysiz va bir oy siz uchun bepul ishlab beradigan dasturchi bor. Kim ingliz tilini biladi? Qo'lini ko'tarsin. Hamma ingliz tilini bilar ekan, demak bunda muammo yo'q ekan. Agar ingliz tilini bilmasangiz ham, shunchaki Google tarjimonga kiring va cheksiz tarjima qilishingiz mumkin xohlagan narsangizni. Endi albatta men doim o'zimga bahonalar topishga harakat qilaman, nimadir ish qilmaslik uchun. $20 ko'p pul o'quvchilar uchun va $20 tariflarda tez-tez AI ni limitlarini urib qo'yishingiz mumkin. Shu uchun Google bitta yaxshilik qildi. Hamma o'zini dasturini qurishini xohladi va o'zini Gemini modelini reklama qilish uchun mana bu dasturni chiqarib qo'ydi. Bu dastur kursor, xuddi kursorda ishlaydi, kirasiz, prompt yozasiz, AI va eng qiziq tarafi bu umuman bepul. Hozir mana shu dasturni ko'chirib olasiz, kirasiz, aytgan narsangizni yasab beradi. Xo'p. Kimdir aytishi mumkin, bo'ldi, kursor bilan front-endini yozaman, back-endini, databazani bilmayman-ku deyishingiz mumkin. Agar siz databazani bilmasangiz, bunga ham bahona yo'q, afsuski. Xo'p, agar siz web ishlatib turgan bo'lsangiz, Supabase yoki Convex degan dasturlar bor. Bu dasturlarni saytiga kirasiz, bepul ro'yxatdan o'tasiz va bu siz uchun shunchaki bepul backend. Bu sizni avtorizatsiyangizni handle qilib beradi, ya'ni avtorizatsiyangizni o'z bo'yniga oladi, sizni xotirangizni o'z bo'yniga oladi va sizni databazangizni o'z bo'yniga oladi. Agar siz mobil dastur yozib turgan bo'lsangiz, AppWrite ishlating. AppWrite ham xuddi shunday, faqatgina mobil uchun mana shu narsalarni bo'yniga olib beradi. Xo'p, biz bu mikrosaslarni ertaroq boshladik va O'zbekistonda unda hozir Stripe bilan O'zbekiston IT Park hamkorlik qilyapti. Yaqin orada O'zbekistonda Stripe dan foydalanish mumkin bo'ladi. Ammo u vaqt Stripe dan foydalanish mumkin emas edi va biz qidirib Twitterdan bitta post o'qib qoldik va chet eldagi odamlarning kartasidan siz o'zingizni startapingiz uchun pul yechishingiz kerak. Agar siz PayMe yoki Click integratsiya qilib qo'ysangiz, Click yoki PayMe ularning kartasidan pul yecha olmaydi. Chunki ular Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard, boshqa narsalarni ishlatadi. Va biz ularning kartasidan pul yechish uchun Stripe Atlas loyihasi bilan US dan o'zimizga o'zbekcha qilib aytganda MCJ ochdik, C Corporation ochdik va bunga $250 ketdi. Va biz agar sizni APIs hali pul topmay turgan bo'lsa, bu juda katta pul, ya'ni investitsiya qilish uchun. Keyinchalik biz o'rganib bu pulni shunchaki bekorga sarflaganimizni tushunib yetib qoldik. Agar siz hozir o'zingizni web dasturingizni yasab, mikrosas kelinglar avval mikrosas nimaligini tushuntiraman, o'zi SAS nimaligini tushuntiraman. Siz bitta dastur yozasiz. Misol uchun biznes egalari uchun qanaqadir dastur. Yaqinda men Xurshidbek akaning bitta dasturlarini ko'rgan edim. U qanday dastur? Eng sodda example ko'rsataman. Hamma o'zimda o'zini produktini sotadi, lekin hammasi yo'q. Studiyasi yo'q. Misol uchun siz bitta chiroyli kiyimni olib keldingiz Xitoydan, o'zimga qo'yib sotmoqchisiz. Studiyangiz yo'q va studiyaga beradigan pulingiz yo'q. Yangi biznesmensiz. Va AI bilan siz o'sha kiyimni chiroyli studiyada rasmga olinganga o'xshatib qo'ysangiz bo'ladi. Va bu bitta muammoni nima qilyapti? Bitta muammoni yechyapti. Va mana shu muammoni yechganingiz uchun biznesning egasi sizga qanchadir pul berishga tayyor. Aynan mana shunday holatda siz agar biznes egasiga oylik subscription sotadigan bo'lsangiz, SaaS ni o'zbekcha qilib aytganimizda servisni subscriptionga sotish va mobile applar bo'lsa, biz siz ishlatadigan har kunlik mobile applar.
Biz o'zimizni sasimizni monetizatsiya qilish uchun Stripe'dan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ldi. Stripe'dan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ldi va siz hozir aytishingiz mumkin, men nima uchun 250 to'lashni monetizatsiya qilmoqchi bo'lsam deb aytishingiz mumkin. Xo'p, AI bepul ekan, backend bepul ekan. Men ikkita bepul narsani aytdim. Endi siz to'lovni yetishingiz kerak va unga ham pul sarflamoqchi emassiz. Unda siz shunchaki mana shu 3 ta loyihadan bittasini ishlatishingiz kerak. Bular barchasi O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaydi va sizni o'rningizga buxgalterlik boshqa ishlarni qiladi va sizning qo'lingizga toza oq pulni, ya'ni hamma soliqlardan kelgan pulni O'zbekistondagi istalgan kartaga o'tkazib beradi, agar siz mahsulotni sotsangiz. Va bular bilan agar ro'yxatdan o'tib API'ni topshirsangiz, o'rtacha 3-5 kunda sizni tasdiqlaydi va pul yetishni boshlaysiz. Xo'p, yana bitta variant. Agar kim React degan texnologiyani ko'rgan ekan. Xo'p, React nima? React.js. Zalda mikrofon yo'qmi? Xo'p, React bu Facebook tomonidan ishlab chiqarilgan framework va u front-end dasturlarni yozishga yordam beradi. Xuddi shunday Facebook yana bitta narsani ishlab chiqargan, o'zini dasturlarida ishlatish uchun. Bu narsa React Native. React Native bo'lsa, mobile applar yozish uchun yordam beradi va men hozirgacha chiqargan hamma dasturlarimni React Native yordamida yozganman. Va nima uchun React Native? Nima uchun birinchi siz mobil bilan boshlang deyman? Siz App Store ga yoki Google Play ga ro'yxatdan o'tasiz va o'zingiz dasturingizni topshirasiz. U yerda ichida o'zi payment integratsiyasi bor. Apple Pay, Google Pay bilan ishlaydi va mana shuni hisobiga bular hech qanaqa tasdiqlashlarsiz sizni to'lovingiz uchun paywall bo'lib beradi. Ya'ni ular siz uchun bank bo'lib beradi. Va mana shu Google Play va App Store orqali siz shunchaki bugundan mana shu bolaga o'xshab pul topishingiz mumkin. Ammo u bola yagona case emas. Kim Twitterni har kuni ishlatadi? Xo'p, agar siz birorta biznes o'zingiz uchun microSaaS yoki mobile development bo'yicha mobile app yasamoqchi bo'lsangiz, birinchi qiladigan ishingiz birinchi VPN ko'chirib oling va US qiling VPNni va yangi akkaunt oching Twitterda. Va faqatgina biznes SaaSga oid odamlarga follow qiling. Va bir haftadan keyin sizni Twitter lentangizda har kuni kirgan paytingiz zerikib kirasiz va bir dunyo motivatsiya olasiz va bir dunyo motivatsiya olib turib chiqib yana zerikkan joyingizdan, charchagan joyingizdan yana ishga kirib ketasiz. Chunki u yerda o'zingizni yoshingizdagi juda ham tez o'sayotgan odamlar bilan tanishasiz. Xo'p. Yana bitta zo'r case, bu case-ni ham paydo bo'lgandan oxirigacha kuzatganman. Bugun bu yil 18 yosh bola Forbes ro'yxatiga kirdi. 18 yosh bola mobile app yasadi, React Native yordam va bu app bilan bu eskiroq post sentyabrda chiqqani 1.4 million MRR, ya'ni oyiga 1.4 million dollar topadigan dastur yasashdi. Shunchaki bu dastur ChatGPT ustiga qurilgan. Siz olgan taomni qancha ozuqaviy qiymati borligini hisoblab beradigan dastur. Va shunday oddiy dastur bilan, yaxshi marketing bilan 3 ta 18 yosh bola birlashdi va shunday katta dasturni yasashdi. Bunaqa keyslar juda ham ko'p. Men bunaqa keyslarni deyarli har kuni kanalda yozaman va hammasi 25 yoshdan kichkina bo'lgan bolalar va hammasi yaxshigina dasturlar yasashyapti. Ammo bu yerda katta masala pul emas. Hammasini pul bilan ko'rsatishadi. Asosiy masala pul emas. Siz qanday sotishni, qanday tez ship qilishni, ya'ni qanday tez o'zingizning dasturingizni chiqarishni o'rganasiz va agar siz bularni kuzatib boradigan bo'lsangiz, umuman Twitterda hamma founderlarni ularning orasida qandaydir qilib founder bo'lib qolganingizni bilmay qolasiz. Xo'p. Bu yerda yana bir nechta misollar bor va yana misollar bor, yana misollar bor. Hammasini men Twitterdan, boshqa bloglardan o'qib kanalga yozganman va bu dasturlarni juda ham ko'pi reklama uchun byudjet ajratmaydi. Shunchaki men bilan sizga o'xshagan bitta dasturlashga qiziqadigan odam va o'zini xohlagan narsasini, o'zini o'ylagan narsasini yoki odamlar xohlagan narsani dastur ko'rinishiga aylantirib qo'ygan
Ammo bular bilan bizning oramizda bitta farq bor. Men juda ham o'zimni ishlashimni boshlaganimdan beri ko'p kompaniyalarga ishlaganman va ko'p ularni startap edi, ya'ni hali dasturi tayyor bo'lmagan applar edi. Va bir dona dasturni yasashimiz uchun 2 yil avval ham juda ham ko'p vaqt ketar edi. 4 ta 5 ta dasturchini ishga ol, ular 8 soatdan 5 oy ishlab zo'rg'a ishlab turgan bitta app paydo bo'ladi va unga 1000 ta odam kiradi, qulab tushadi. Ammo hozir siz bitta o'zingiz o'tirasiz xonangizda 3 kun harakat qilasiz, bitta appni chiqarasiz va u appni sotishingiz mumkin. Bulardan farqimiz shu. Bular juda ham ko'p vaqt sarflagan. Siz shunchaki kirasiz, ko'rasiz, ko'chirasiz, chiqarasiz va bular bilan raqobat qilasiz. Va menimcha shu. Xo'p, kimda umuman kim avval mobile appga yoki mikrosaslarga qiziqib ko'rgan va qanaqa dasturlarni biladi? Mikrofon bormi? Biladiganlar bormi? Avvalgi birorta mobile appni. Okey, hop. Men bilaman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mobile app yaratishga Flutterflow degan dasturlar bor, webga ham ishlaydi. Uni VS Code ga o'rnatsa ham bo'ladi. Aha. Adashmasam shunaqa ishlaydi. Ajoyib, yana bitta misol aytishdi. Agar siz umuman mana bu dasturni ko'chirib olmoqchisiz, shunga bo'lmasa, prompt yozgani ham vaqtingiz bo'lmasa, Flutterflow kabi dastur bor. Flutterflow nima? Kim Figma? Figma nima? Siz qo'lingizga qalam beradi, xohlagan web appni yoki mobile appni chizasiz. Va siz uni UI va UX qismini Figmada qilasiz. Hozir uni ham AI qilib yuborishdi. Xuddi shunday Flutterflowda ham sizni qo'lingizga qalam berishadi, lekin endi siz UI yoki UX emas, siz nima chizasiz? Dizayn emas, mobile app chizasiz. Va u mobile appni kodini chiqarib olasiz. Baribir buni ko'chirib olasiz va bunga berasiz. Bu sizga mobile app holatiga keltirib beradi. Xo'p. Yana bitta narsa, agar siz App Store yoki Google Play ishlatadigan bo'lsangiz, sizga akkaunt kerak bo'ladi. O'zingiz dasturingizni qo'yish uchun. Agar siz bitta yaxshi dastur qilib turib, agar u dastur yaxshi chiqadigan bo'lsa, oxirdagi slayd kontaktimni qoldiraman. Agar siz o'sha dasturni holatda chiqara olsangiz, men dasturingiz uchun o'zingizning nomingiz uchun to'lanadigan Apple uchun barcha to'lovlarni, ya'ni $125 to'lab beraman. Xo'p. Savollar? Savollarga mikrofonni berasizlarmi? Siz boshida umuman mobil dasturlar yaratish uchun til o'rganganmisizmi? Yaxshi savol. Ingliz tili kerakmi deyapsiz, to'g'rimi? Yo'q, til emas, dasturlash tili. Aha. Umuman AI bilan ketganman emas. Xo'p, birinchi dasturlarimni yasagan paytimda ChatGPT endi chiqib turgan vaqt edi, ya'ni o'zim uchun yasagan dasturlarimni. Shu uchun men qo'lda yozganman, ya'ni dasturlash tilidan foydalanib yozganman. Ammo bu hozir aktual, ya'ni majburiy narsa emas. Hozir o'zim bitta dasturni yasashim uchun agar kimdir eshitgan bo'lsa, Macon AI degan loyiha qilganmiz. US da hozir bu loyihamiz 5 xonali sondagi daromadga bir haftaning ichida chiqdi va mana shu loyihani qilishimiz uchun boshdan oxirigacha 1 oy vaqt ketdi. Hozirgi MVP holatini. Va mana shu loyihani agar 2 yil avval qilganimizda mana shu narsaga bir necha oylar yoki 1 yildan vaqt ketgan bo'lardi. Shuning uchun hozir siz bilishingiz kerak bo'lgan yagona dasturlash tili bu ingliz tili. Va lekin men tavsiya qilaman, dasturlash tilini o'rganmasangiz ham qanday qilib web yoki mobile qanday qilib turib mana shu dasturlash qanday ishlashini o'rganib olishingiz kerak, xavfsizlik uchun. Chunki AI hozir baribir eng yuqori darajada emas, qachon u o'zi qanaqadir
o'tiradida, "Davay koinotni boshqatdan ixtiro qilamiz" deydida. Nimadirlar yozib ketishi mumkin AI. Shu uchun bitta yaxshi o'zim uchun qilib olgan flow. Agar siz o'zingiz bilmagan dasturlash tilida nimadir yozayotgan bo'lsangiz, bitta ekraningizga ChatGPT ni oching, bitta ekraningizga oching va bu yoqda sizda Gemini turibdi. Bu dastur qayoqqa ketib qoldi bu? Bu dastur turibdi. Bu kompyuteringizda kod yozib beryapti. ChatGPT bilan cloud bo'lsa sizga mana shu yozmoqchi bo'lgan texnologiyalaringizni va butun boshli layerni tanlab beradi. Ya'ni nimaga murojaat qiladi, nimani qayerdan ma'lumot olib keladi va mana shunisi eng optimal. Agar endi boshlab turgan bo'lsangiz, eng yaxshi yo'l GPT, Cloud va Gemini ni bir-biriga qo'shib ishlatish. Xo'p, savollar slaydiga qaytamiz. Yana kimda savol bor? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mani savolim, mana hozir bizda ChatGPT bor, hammamiz bilamiz. U bilan yozma va audio formatda suhbat qursak bo'ladi. U savollarimizga javob beradi va muammolarimizga qo'ldan kelgancha yechim topishga harakat qiladi. Va savol, undan oldin bizda Siri, Alisa yoki shunga o'xshagan голосовой помощникlar bo'lgan. Ya'ni ular bilan suhbat qursak bo'ladi, savollarga javob beradi. Shu ikkitasini farqi va o'xshash jihatlarida aytib bera olasizmi? Ularni ham голосовой помощник, ularni ham shu sun'iy intellekt, ya'ni AI desak bo'ladimi? AI deb nomlanishini bilmadim, ammo GPT ishlatadigan narsa bu umuman Siri ni qanaqa ishlashini bilmayman, tagida. U haqida research qilib ko'rmaganman, ammo GPT ishlatadigan narsa bu umuman boshqa narsa. Hozirgi menimcha yangi telefonlarda chiqayotgan sizga yordam beradigan assistentlar, misol uchun Google ning o'zining assistenti bor. U to'liq LLM ishlatadi va u to'liq hozir AI deyishingiz mumkin. Ammo bir necha yillar oldin ishlatadigan Siri'imizni qanaqa ishlashini men to'g'risi bilmayman. Bu mavzuda research qilib ko'rmaganman. Lekin hozirgi sizning Siri'ingiz ham hozir uni Siri emas, Apple Intelligence deyishyapti va boshqalari hammasi AI ular. Rahmat. Assalomu alaykum. Men ismim Bekzod. Hozir mana bu sun'iy intellektlarni aytasiz-ku, hammasi приблизительно vibe coding deyiladi. Asosiy kelajagi shu. Prosta aytmoqchimanki, agar fundamental bilim bo'lmasa, искусственный intellekt ham adashib ketadi. Siz ham undan nima xohlayotganini bilmaysiz-da, u sizdan nima javob berayotganini bilmaydi. Как сказать, kontakt bo'lmaydi-da. O'sha tomonni bilish uchun faqat mana bu HTML, CSS, JavaScript yozganlar odam ham menimcha unaqa fundamental bilimga ega bo'lmaydi baribir ham. Mana bunaqa hozir chiqazayotgan приложениеңizda baribir ham DevOps da backend yaxshi servislarni bilib olish kerak. Идет ударение на безопасность. Vibe codinglarda безопасность себе. Xuddi shunday. Rahmat savol uchun. Juda ham yaxshi case. Agar siz AI bilan nimadir yozadigan bo'lsangiz, Twitterda bitta bola bor edi, Mark Low degan bola, va u doim aytar edi, dasturchi kerak emas-ku derdi. Mana AI kod yozyapti-ku, dasturchi kerak emas. Ertaga men aytaman, butun boshli dasturimni yozib beradi. Rosa post yozib yurardi, mana shu narsani targ'ib qilib, ammo bir kuni yig'lab post qo'ydi Twitterda. Nimaga? Chunki bitta odam nimaga dasturchi kerak ekanligini unga isbotlab berdi. Kirdi, vibe coding qilgan platformasini buzdi va yaxshigina ziyon yetkazdi o'sha biznesga. Va mana shu narsa, agar siz to'liq AI bilan yozadigan bo'lsangiz, kursor bo'lsin u yoki Cloud Code bo'lsin, baribir AI xato qiladi. Baribir AI xato qiladi va bu xatolardan qochishni bitta zo'r yo'li, o'zim ishlatadigan yo'lim, ChatGPT ni bitta ekranda oching, Cloud ni bitta ekranda oching va birinchi plan yozdiring. Nima qilmoqchisiz? Men mana shunaqa dastur qilmoqchiman. Men maktabda 2-3 marta Pythonda o'ynab ko'rganman yoki TypeScript bilan ishlab ko'rganman va mana shu texnologiyalarda nima packagelardan foydalansam bo'ladi? Qanaqa arxitektura qursam bo'ladi? Men boshlanishiga 1000 ta odam kutyapman va hozir dasturingiz tayyor bo'ldi va uni qayerga deploy qilish kerak? Men DevOps ni bilmayman. Men bitta serverni arendaga olib turib, uni ichiga kerakli narsalarni o'rnata olmayman turgan bo'lsangiz, butun mana bu dasturlash DevOps dasturlari hozir vibe codingga qarab kengayapti. Ya'ni shunaqa narsa qilishyapti, hatto AWS da ham siz hech qanaqasiga oddiy bitta SDK yordamida istalgan narsani deploy qilish imkoniyatini yaratyapti. Agar siz
front-end dasturni deploy qilishga server qidirib turgan bo'lsangiz, Cloudflare'ni o'zida Pages degan funksiyasi bor. Cloudflare'ni hamma biladimi? Cloudflare. Hamma biladimi? CDN tool bor. Siz ishlatadigan juda ham ko'p dasturlar tashqaridagi hujumlardan himoya qilish uchun o'zini mana shu toolni ishlatadi. Mana shu tool bepul sizga hosting vazifasini o'tab beradi va Cloudflare'dan siz bemalol o'zingiz dasturlaringizni deploy qilib qo'yishingiz mumkin. Xo'p. Va hozir slaydda yo'q, Railway degan dastur bor. Railway degan dastur orqali men uni oxirdagi slayddagi kanalga tashlab qo'yaman u dasturni ham. Kirasiz, bitta klik bilan hamma GitHubni biladimi? Agar siz AI turgan bo'lsangiz, har bitta ish tugagandan keyin, bitta task tugagandan keyin ma'lumotlar o'chib ketmasligi uchun GitHubga yuklab qo'ying. Xo'p. Shu sababdan hozir yana bitta narsa bor. Bitta feature bitdi. Siz AI dan so'rang. Test yozgin va mana shu featureni xavfsizlik nuqtai nazaridan chiqqin. Har xil attack qilib ko'rgin deysiz. AI o'zi yozgan kodga o'zi test yozadi va har xil yo'l bilan unga hujum qilib ko'radi, ma'lumot chiqarish uchun. Va ko'p hollarda 99% holatda hech qanaqa xato chiqib ketmaydi. Ammo tavsiya qilaman, nimadir texnologiyani doimiy o'zingizda stekingizda ishlatyapsizmi? Misol uchun React Native ishlatyapsiz, misol uchun TypeScript ishlatyapsiz, Nest.js ishlatyapsiz. Boshlanishiga bugun deploy qilib, bugun ishingizni to'xtatmasdan bugun mana bu dasturdan foydalaning, mana bu dasturdan foydalaning, lekin long runda uzoqni ko'zlasak, doim mana shu texnologiyalarni ichi qanday turganini, tagida nima yotganini o'rganing. Qachondir sizni dasturingizni paytingizda oq oy ketdi degan yana mana hop siz AI'larni brauzer ishlasangiz bo'ladi, soldi. Siz yaxshiroq dasturlash bo'yicha tajriba bo'lgani uchun men konsolda turadiganini ishlataman. Hozir men cloud code ishlataman. Lekin agar siz endi boshlab turgan bo'lsangiz, men tavsiya qilaman, siz Cursor yoki Antigravity ishlating, chunki ular ancha ishlatishga oson va ularda ko'proq yangi boshlaganlar uchun bor. Rahmat. Bu yoqda ham savol bor ekan, mikrofon. Bu yoqda 3 kishida savol bor ekan. Agar programma yasasaydi, u programmada foydalanuvchilarning ma'lumoti tarqalib ketib qolsa, kim javob beradi? Juda yaxshi savol. Agar siz bir dastur yozdingiz va AI ning xatosi sabab yoki sizni mana shu narsani yaxshi tekshirmaganingiz sabab ma'lumotlar chiqib ketib qoldi internetga. Odatda agar siz istalgan to'lov tizimiga yoki boshqa narsaga o'zingizni dasturingizni yuklab turgan paytingizda aynan mana shu narsalarni, maxfiylik siyosati, boshqa narsalarni yozishingiz kerak bo'ladi o'zingiz. Uni ham men hozir AIga yozdiraman va o'sha yerda mana shu holatlarni ham yozib ketasiz va katta kompaniyalarda ham adashmasam bitta ma'lumot o'qigandim. Social security number degan narsa bor. Bizdagi bitta odamni o'zini shaxsiy raqami, raqami va juda ham ko'p holatda u raqam kerak bo'ladi kredit olishingiz uchun boshqa narsaga. Va hozir davlatda butun boshli US fuqarolarini mana shu raqamlari bor. Ya'ni siz ming harakat qiling, boshqa narsa qiling, u narsa chiqib ketadi. Shu uchun u narsa chiqib ketishi mumkin. Shunaqa bilmadim, 100 mingdan bitta holat, balki 1 milliondan bitta holat chiqib ketishi mumkin. Balki hech qanaqa sizda xato bo'lmasligi mumkin va ishga olgan dasturchingiz uni tarqatib yuborishi mumkin. Shu sababdan imkon boricha harakat qiling va mana shu maxfiylik siyosat sahifasida yozib qo'ying. Qanaqadir hujum bo'lgan paytda yoki boshqa narsa bo'lgan paytda mana shu narsalarga javobgar emasligingizni. Keyin kerakli ma'lumotlarni shifrlang doim. AI dan so'rang, kimnidir kartasini saqlayapsiz, kimdir shaxsiy ma'lumotini saqlayapsiz, uni doim shifrlang va faqat sizdek ключ bilan yechadigan qiling. Shunda databaz ketib qolgan paytda ham ularning shaxsiy ma'lumotlari internetga chiqib ketmaydi. Nega hozir dasturchi emassiz? Siz ham shuncha pul topsiz bilardi-ku. Hozir men dasturchiman, lekin rasmiy dasturchi emasman.
agar siz microservice qiladigan yoki mobile development qiladigan bo'lsangiz, dasturchi bo'lib ishlashingiz mumkin. Agar o'zingizni API'ni qiladigan bo'lsangiz, siz dasturchidan ham rasvo bo'ladi. 8 soat emas, kuniga 12 soat, 14 soatlar ba'zan ham dizayner bo'lib ishlaysiz, ham marketolog ishlaysiz boshida, hamma odam bo'lib ishlaysiz va qaysidir holatda men gibrid dasturchiman hozir ham. Boshida dasturchilik qilgan ekansiz. Nima sababdan shu gibrid holatga tushib qolgansiz demoqchiman. O'sha kasbingizni davom ettirmagansiz. Umuman olganda boshlash uchun kompaniyalarda ishlash men uchun juda zo'r, yaxshi yechim bo'lgan. Ko'proq nimadir o'rganish uchun zo'r environment va qaysidir nuqtada men u kompaniyalar nimadan daromad qilib turganini va mana shuni o'zim qilishim mumkinligini o'zim uchun ishlayman. Bir ikkita mana bu dasturlar birinchi sotuv bo'lgan kuni umuman dasturlashga qarashim o'zgarib qolgan. Shundan beri faqatgina kerakli holatlarda, kerakli loyihalarda kod yozishni boshlagan. Siz dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, birinchi 2-3 yil shuni ertaga AI ni ishlatib turgan paytingizda boshqa narsa uchun, lekin menda qaysidir tomonim biznesga tortgani uchun gibrid holatga kelib qolgan. Savollar uchun o'quvchilarga minnatdorchilik bildiramiz va bizda hali boshqa spikerlar ham bor. Savolinglarni asrab tursanglar, hali berishinglar mumkin va biz hozir spikerimiz bilan savollarni tanlashimiz kerak bo'ladi. O'zingizga eng yoqqan savol yoki savollarni tanlasangizani sovg'amiz bor. Nechta savol tanlash kerak? O'z 5 ta savolmi, 6 ta savol bo'ldi. 3 tasini tanlash kerak. Xo'p, men to'g'ridagi akani savollarini, mana shu security guide savollari ko'proq bilmadim, hamma savol zo'r. Agar sizda qanaqa savol qolib ketgan bo'lsa, chiqqandan keyin ham so'rashingiz mumkin. Agar savolingizni so'rolmay qolgan bo'lsangiz va mana shu qo'llarni ko'tarib turgan akani savollarini tanlayman. Sahnaga taklif qilamiz. Qarsanglar bilan. Bu sovg'a olmaganiga xafa bo'lganlarni qarsagi bo'ldi hozir. Qattiqroq qarsak chala olamizmi? Assalomu alaykum. Qayerda? Hop. Yo'q, bo'lishi savol. Bizda bitta savol spiker qildi va ishtirokchimizni qarsanglar bilan o'z joylariga kuzatamiz. Spikerimizga ham bildiramiz. Rahmat vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun.